maddi ve manevi hayatımızın yarqın julası. An'ana ve zamanıvilikning baş qo'shgan payti. Qani chin tilaklar, tabiiy holatlar. Ulug' arzu, büyük gülünüş. İstek şudur, güzel yüzlünüş. El kaynak murasım paranları. Programımızın tayizarlığını organik ölçemde güzel tarım yağlarını işlep çıkarıp pazara salgan El Kaynak Xalqaro Savdo-ichalik şirketi öz üstüge algan. Erkeklerning yarışqi varis kiyimleri bilan bozor tepayotgan Xinjiang Varis Xalqaro Savdo-ichalik şirketi alohida qo'llagan. Salom ko'rganlar. Murasimimiz programmamizni ko'rishni qarshilaymiz. Men riyosatchi Jushqun Juma. Murasim bir jamiyatda shuning uchun muhimki, bu bir ijtimoiy to'p a'zolariga o'zining mavjudligini to'ldirib turadi. Shunga o'rtaq his tuyg'ularimiz ham qimmat qarashlarimizning aslinib turishi uchun murasim faoliyatlari va yig'ilishlarimizning bo'lishi zarurdir ham tabiiy ahvoldir. Shu vajdan bugun murasimlarimiz temisidagi programmamizni texnik betish maqsadida aziz mehmonlarimizni kutib o'tiribmiz. Xo'sh, bunda bo'lsa programmamizga birlikda ishtirok qilasizlar. Xo'sh kelibsizlar. Uzundan beri ko'rishni arzulasak mı taza vaqt jiddiychilik bilan uchrashamay qolgan bugun. Çayxonaga kelibsizlar, xo'sh bo'ldim. O'zira tanishsizlarmi deyman? Tanışımız da. Ben bir tanıştırıp da, avval bir tanışmak afzal. Herdanbağ, Şinjan Herdanbağ Yemek Payçak Şirketi'nin baş direktörü Kaysar Abdöyle efendim. Şinjan Herdanbağ Yemek Payçak Şirketi'nin mülazimet nazaretçisi Nuzugay İsmail. Şu hazırki diyarımızda dasturxon medeniyeti, yani garip tamaklar, hem şu sağlam uzuqmuş cihette özü xas neticeleri bilen izleniyotgan yaş Gülperi Abdız Hanım. Harşadımız. Bugün hem de bir cem buluşki məqsəd, yıkındımış murasimlerimiz deyimizde de bir köngüllük bir paranlarımızla başlayıp aldık. Kaysar efendim de siz Erdembağ Yemek İçmek şirketinin baş məsulü bulu süpütümüz bilen rayonumuzda yemek içmek sahasındaki serkerde ilişki buludu. Yakında tekilmiş 20 yıllık Musapanlı'nı kütü aldığını o değil mi? 25 yıllık. 25 yıllık mı? Ha, doğru. Demek 25 yılını bir markini culalandırıp izchil etmeniş asan jarayon emas. Bu cihette sizin kıymetli tecrübeleriniz var. Bugün nayet yaxshi körünmelerimiz gidiyor. Nepbagidek paralarımız buludu dep oylayman. Endi bu restoran mush to'y to'kindan keyin birinchi qadami bo'ldi ekan. Restoran qaysi o'rindan restoran tanlash bu muhim halqqa ekan. Şu an bu restoran medeniyeti hakkında bir eslep etişte doğru kelyapti. Mening bilishimda şu restoran hem de bizning shaharlik qadimimizniki taraqqiyotga erishib, bu 80 yillarda bizniki shahrimizda paydo bo'ldi, turmushimiz sinib kirdi deb aytsak bo'lamdi. Vaqt jihatdan da 80 yillarda desak, bu 80 yillarda sinib kirmagandi. Masalan, biz şu 80 yillarda, 70 yilning oxirlari 80 yillarda, masalan 80 yillarda to'y bo'lgan vaqtda mahalla to'yulati, mahalla to'y bo'lgan vaqtda masalan yozda bo'lib qolsa, o'ylisi cho'ngroq. To'g'ri. Qora-joylarda o'tkazatdik. Masalan, ba'zan bir qo'shni qulumlarning yaxshiroq bir uylari bo'lsa, shular bilan deyishib bo'lsa-mu, o'ylisi cho'ng ashnalarga o'tkazatdik. Uningdan keyin endi zalga ko'chdik. Maktabning zali, yoki bo'lmasa ishchilar oshxonasining zali, yoki bo'lmasa faoliyat o'tkazgan ashna bir kichik tipdagi zallar bordi. Şu zalda köştük, uçakda 25'ten rolum pek yaxşı, pek bir məsləhət, həqiqi məsləhət çayda bu. Doğru. Hem de ben restoran tuncu qetim köyge yerim ne dese, şu tebessüm restoranı. Tebessüm, ayda, şu meşhurte. Bir hem de bu tebessüm bir kirip ben bir hayacanlangan. Uçaklarda mesela bizde aşna kızıqış bakyandık. Mesela hazır bu işler azlap ketdi. Mesela El Kaynak murasim paranları. Toy. Şembe, yekşembe, cuma günü boğan bolsa, başka günlerim o şu restoranlarda ailevi çaylar, kız oğul oturuşları, yakom savakdaşlar yığılışı, yakomsa azrak bir alık şu çağladım bakyantık deyme, şu çağladım o ben şu baganda toğulgan, bagan toğulgandaki aşağıdan biz kirip şu ürümçik kirip şu zavodda birle işleyen hizmetdaşlar azraqdan bir hazır eğici deyimiz şundan sonra pul çıkarışıp aş restoranda bir neçe qatim oturup çıkardım. Lekin şu restoran bana alayit ta'sir qilgan. Masalan bizlar o vaqtlarda to'y qilgan yaşımızga yetmagan, lekin bir neçe to'yni ko'rgan, lekin bek bir o'zimni bir
bir nait hayacanlanıp hem de şu muzikant şu restorandaki uçaktaki müzik çağalla şu Abdullah Abdurrahim şu nait dağlık sanatkarlar emmiz aşağıda muş sahneге tutsak şunda bir hoş olup çıktık da mesela hem de şu vakitlarda hem de bizning mesela zaldaki toyning yana bir kızkarlık işi var. Zaldaki toy meyli şu oylaramdaki toy olsun meyli qishda o'tkazgan cho'ng uylardagi ariyat elib o'tkazimiz bor payza vaqtlarda masalan biz u yerda g'izallanadigan narsalarimiz intayin ko'p emas oddiy sodda lekin nayt qizg'in birinchidan qizlar bir tarafda o'ltirdi o'g'illar bir tarafda o'ltirdi muzik tangli qilib bo'lguncha o'g'illar yugurib berib tansir tartibmiz o'lchab turimizda shu man bir muzik chiqsa masalan man shu vals o'ynashni qilmaydim ba'zan muzikalni uqolmay qilib beshini tushib muzik chiqmasda bu vals tushib olganlarimiz bor ammo bir xil qiziqarli demakchi o'g'illarda shunda bir gap qistirg'im kelyapti mening beshimda o'tgan bir Aliya xonim restoranlar bo'lgan ham demak biz shu bir o'yin o'ynashga taqozo yigitlar bo'ytaq yigitlar bo'lgan shu men tez suratda bormasa qizlar qolmaydi o'zimni bilmayla shunda o'qtak etib beribdi men hammasi tatib bo'lib menga bo'yi xil egil qizimiz kelib qoldi amal yo'q endi men topdim shu bag'an quruq qo'l qaytib kelsangiz olmaydi-da shuning bilan bu bir qo'l tasa meni tans o'ynayotgandi men tans o'ynayotgandi shundoq bir o'ynab berib tugatgandim lekin butun maydon zal ichi qizg'inlik bo'lg'achqa yana bizga hech qanday bilinmagan to'g'ri demak ajda bir qizg'in vaqtlar bu masalan shu zallar to'y bo'lgan vaqtda biz u jo'zdagi noz-ne'mat bu bak muhim emasdi eng muhimi biz hammamiz yigit beshiga qaraydiqchu shu to'yga kelgan bolalar hammamiz yigit beshiga qaraydiq shu yigit beshi o'rlashtirish qildi siz nada o'ltirsiz qiyat qanday bo'ldi sizning vazifangiz nima hamma ishlar joyida shu chog'dagi bolalar bak yaxshi shash bola ekan mana bir necha to'ylarga yigit beshi bo'lgan lekin shunchalik yerib charchab kelsakmi shu ishni o'zimizning bizga bunday aytganda bir do'stlik uchun qilayotgan ish bizga bir tal bak cho'ng bo'lsa bir tal qo'yoqlik keldi lekin eng muhimi aşağıda shuni bir noit bir cho'ng xizmatdek o'zimizni noit bosh qo'mondondek his qilib shunda yaxshi qildik endi bu to'yning payzir nada desa shu ibaytin jo'shqin ikkimiz deganga o'xshash biz to'yga boramiz cho'qim noit yarishimliq o'zimizning shu kiyimlarni kiyib boramiz shu vaqtlardagi lekin o'rindiqda unda o'ltirib olgan ish yo'q unda oldimizdagi tomoqlar bakchiq emas tomoq qanday chiqmoqchi shu bir necha xil qo'rma bakchiq bo'lsa 3 xil yo 4 xil qo'rma ya'ni shu kashti pololar bordi вечерка deganimizda lekin bizning asos maqsadimiz nima bo'lsa shu yerda birinchi qo'l usulni bir o'ynasam tangsini bir o'ynasam tangsiga cho'qim shu masalan hamda bu yerda hamda men cho'qim qizchaq bilan o'ynayman deb noyta shu taqozolik bilan oldiga berib bo'lguncha atrofdan yaqin jo'zkilar berib tartib turganda ibaytdan jo'shqin deganga o'xshab shunday ishlar jiq bo'lgan masalan bizmi hozirgi to'ylarga qaraganda men qarayman shu bizmi endi shu 80-yillar oxiri 90-yillardagi to'ylar haqiqatan bak qizatdi uylarda o'ylaramlarda keyin zallarda biz asos maqsad u to'yga berishda birli maqsadimiz to'y qizisin ikkinchisi biz o'zimizga jo'r tepish uchun mama ortiq ketmaganda to'g'ri endi biz uchun biz oshkor maydonda bo'ytaq hammamiz shuning bilan ashaga berib tang o'ynab olsak shunchalik xo'shal bo'lib ketadi el qaynoq murosim paranglari mahallaviy qo'rov joylarimizdagi murosim shaklidan zallarga ko'chdik zallardan texmi endi muntazamlashib mulozimatlashib restoranlar bo'ldi restoran degan oqim bizga singib kirdi bu chog'da ham deylik xato choy deganlar shu vaqtda paydo bo'lgan bo'ldimi masalan ayollarninki o'zaro chaqirishlari bundoq ayrim xonlar emas u chog'da bak ayrim xonlar markazlik emas deyman ayrim xonni xohlamaydiq nima ish qilsa shu ayrim xonlarni xohlamaydiq deyishimiz sabab ayrim xonlarmi bak uncha ayrim xonlarmi yo'qdi ham undan boshqa mushunda zallarda shunda tansi o'ynab bilish bir usul o'ynash biz uchun noyta bak bir xil xo'shallik noyta kayfiyatimiz u yer tatinish yo'q ko'rinish yo'q shunchalik azodchilik bilan o'ynaydik navbatdagi ahvolga nazar soladigan bo'lsak
restoranlarninki soni bo'lsin, ko'lami bo'lsin, mulozimat darajasi bo'lsin, bizni xo'shallantiradigan yaxshi kayfiyatlar, yaxshi manzillar bor. Lekin mushu hozirgi to'y to'kinninki talab taqozosi, son ehtiyoji bo'lsin, yeni ehtiyojni qondirolmayotgan bir holatni seziladi. Shundoq. Mushta desak bo'lamdi. Shundoq. Mushu hozir mushu bo'libmi? Mushu yaqin yaqin mushu restoranchilikda hamda mushu talabni qondirolmaydi. Masalan, bizning bir kichik tipdagi bir restoranimiz bor. Uning ustiga Qashqarda mushu yaqinda bir restoran qildik. Mushu bizning restoran shu 24 joza, 23-24 joza patilgan restoran. Lekin hozir mushu 10-oygacha asos jihatdan to'ylar ilinib bo'lgan. Mana. Masalan, shanba, yakshanba, juma emas. Başqa dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba kunlarmi asos jihatdan to'liq ilinib bo'lgan. Shuning qaraganda hozir mushu restoran mau to'y qilgan to'ychilarning ehtiyojini qondirolmaydi. Men o'ylab qoldim, hozir hamda masalan cho'ng bir hamma odam uylik tiklash davri. Iqtisod jonlanayotgan, iqtisodni jonlantirish ta'kidlayotgan bir yaxshi manzilda ketyapmiz. Demak, bozor shunday yaxshi, talab, taqozo shunday yaxshi bo'layotgan ekan, nima uchun restoran qurilishida buningga otilgan shaxslar oz bo'ladi. Masalan, yemak-ichmakning turlari hozir nihoyat ko'p. Klub shaklidagi, tez tomoqxona shaklidagi, diva shaklidagi, juba shaklidagi o'rinlar ko'plab ochildi. Nima uchun? Mushundaq taqozo ko'p turib, nimishqa yana bizni son to'shqizmagan holatda bo'ladi. Mushning bir sabablarini analiz qilib baqsaq. Qaysar efendi. Buni hamda bizmi Urumchida Nurg'oyadni restoran izdiq. O'rinmi bak muhim. O'rin deyishimiz hozir har bir oilada birdan 2dan mashin bor. Andan ba'zan biz hozir mana shaharlashgandan hammamiz haliqi masalan Urumchi shaharmi hozir ba'zan shu to'yga kelgan odamlar bir 10 kilometr, 15 kilometr mashina haydab kelishi kerak. Mushu o'rin masalasi, uningdan boshqa mush mashina to'xtash maydoni. Yana birisiga ba'zan bir mushu mablag' savchilarga bilan paranglashsak, yemak-ichmak sohasidagi. Bular restoranni bunda deb o'ylaydi ekan. Restoranda juma, shanba, yakshanba 3 kun cho'qim to'y bo'ladi. Uningdan boshqa vaqtda quruq turib qoldi degan bir an bor. Shuning nisbatan nurg'un odam mablag' selishni sal o'zini qo'rqaydi. Yana birisiga bu restoranga ketadigan o'rin ko'lam bak yo'g'on. Ko'lam yo'g'on deyishimsa shuning tushliq ijarasi bo'ldi. Agar ama u o'tijirish idorasidan aytib, aniq uqtirish bo'yicha 6-qavatning yuqoriga restoranchilik qilolmaydi. 6-qavatning ustiga. Odam haliqqa jiq to'plashib chiqqandan keyin haliqqa agar tasadduq bir voqealar yuz berib qolsa, haliqqa tarqoqlashtirishga qulay so'q qoldi deb. Ham o'rin tepishmi intayin tas. Yana birisiga siz 2-chi, 3-chi qavatlarning o'rnini olay, ondan oldida cho'qim aytdi mashina to'xtash maydonlari bor. Ashunda bir o'rin olay desangiz, unda o'rinlarning bahosimi unda tuva emas. Shuningga mushtihatda sal bir ikkilanish bor. Masalan, endi ko'nglimdagi gap bu restoranning endi restoran debla asa qo'ymaydi. Masalan, o'rin muhim. Uning oldidagi mashina to'xtash maydoni muhim. Undan boshqa mushu ishchining shu qurilmasi bak muhim. To'g'ri. Birinchisi gavdasi bak ya chiroyli qilish kerak. Gavda deyishimiz sabab shu qurilishning, endi ishchining bo'libmi, sal egiz bo'lsa, ish bo'lmasa 4 metr atrofida bo'lsa, ondan to'riklar sal oz bo'lsa. To'g'ri. To'riklar to'silib, haliqqa mavaliq biz moslashtirgan jo'zlarimizni, ustallarimizni moslashtirib bo'lmay, nurg'o'ya isrof bo'lib ketgan ahvol bo'ldi. Avu sahnani qorashtirish sal qulaysız kelib qoldi. Shuningga mush natijadan sal qiyinchilik bor deb qaraydi ekan. Nay to'g'ri dedingiz. Menimcha shu restoran tanlaganda o'rin qurilma bak muhimga. Chunki bu bir ommaviy murosim bo'lgandan keyin bu murosimning o'zining talabi bo'ladi ekan. Xos kelib chiqish madaniyati bo'ldi ekan. Menimcha cho'qim murosim zallari to'riksiz, egiz qurilma jihatda. Mushuna bo'lsa, buningga bak ziyoda bezak berib ketmagandimi, odamga nihoyatda hashamatlik, go'zal to'yg'i berdi ekan. Bu jihatda masalan bizning hozir shu rayonimizda o'lchamlik qurilmadagi restoranlar toz yo'q deyarlik. Bu jihatda uy mulk shirkatlari avval o'ylash kerak deb o'ylayman. To'g'ri.
El Qaynoq murosim parangları. Bununla hem de şu hazır hem de Ürümçi'nin sel sırtta. Mesela yeni kuruluvatkan şu ömürlük şirketleri sağan bazen bir zalla var. Bu hal kep kaldı. İbaytın ait doğrudunuz. Eğer şu Türksüz buluşu bek tesrak iş lekin Türk az. Ait az alık şişen tuzlanmaydıgan. Bulup mu sahne ait yaxşı kögül oldugan aşında bir restoranlar bolsa, aşında zallar bolsa, yani birisiga zinnet kim jıq pul ketmeydi. Ama adresi şu Türknü bir Türknü yasaş üçün palanı pul ketdi. Doğru. Bu Türk degeni oturtulu bolgandikin çoqumun ait çıraylık yazışınız gerek. Zinnetleşke eğer aşında Türksiz, Türk'ün ait az bolsa zinnetleşke mi jıq pul ketmeydi. Ondan keyin zinnetleşke kelsek. Zinnetleşme yani bizde sel şu iğir uslupda zinnetleş. Umumyüzüm gideyme. Doğru. Ben şunda his kılıma. Doğru. Nait doğru. Muş zinnetke nispeten hem de muş fursatda bir özümün göz qarashlarına oturup koyup bakay. Bizden şu restoranda bulamdı ya ki muş yemek içmek adetki tanış kıldığan mında hem de oturup tamak yega aşna küçük onu mu restorandayız hem de malikin aşxallarımızda, tız tamak hallarımızda, kahve hallarımızda muşu naytı bir karangılık andın bir adamını besvagan bek uzun bir 3-4 saat oltağılız kemmeygan aşında bir xil. Mesela bugünkü bu xanınızda adam kirip oltirap meyli qanchalik vaqt uzaq oltasa naytı rahat duygu var. Rahmet. Yo'q, azade. Bir adam besib oldigan bir nima yo'q. Bir xil bir adamga bir bearamchilik his qilmaymizda, ranglar bo'lsin, hammasi bo'lsin. Hamma adam yo'q, pokiza, azade, ig'ir narsalarni yaxshi ko'rmaydi. To'g'ri. Masalan, shu restoranchilikda hozir mushunda ahvol bak ig'ir. Masalan, bir 2 saat oltasınız, oltağınız kelmaydigan, tamaq xallarni mashunda bir yo'ruqchilik yo'q. Masalan, shu bizning taraqqiy qilgan Beijing, Shanxay, Guangzhou, Shenzhen. Muş töyette nayt bir-birisiga nayt mas qadamda nayt tiz taraqqiyotida. Muşalarga basınız muşu qarindosh millatlarning ochgan restoranlari yoki ko'miz tamoqxonalari bo'lsin yoki qahva xonalari bo'lsin nayt azod muhit berdi. Yana birisiga ham ulam tanlagan vaqtda egiz gavdasi egiz yalan tanlaydigan o'ltasınız shunda mayli uning ichida qanchalik yaxshi g'izolanib ketding yoki u bu yoki mundaroq bir azroq bir ko'nglingizga yaxmagan bir tamoqdiki yoki mulozimatli kishilar bo'lib qolsin, muhit azod muhit nayt bir rahat tuyg'u his qildi adam. Uningga biz mayadikidek aning ustiga chaplab, maning ustiga chaplab, hammasi pulga kelibdi ha. To'g'ri. Hammasi shu bezakchilikda bizning Xinjiangda hozir bezakchilikda bak eshib ketdik. Bak ashuruytimiz, pulning hammasini tamga xashlaytimiz. Ham ko'nglimda gap bu shunda xashlab, ya'ni shu iste'molchilarga rahat tuyg'u beramaganga bir ko'nglim yerim. Masalan, shu pulni tejash orqali jo'z ustida ishlatilgan tishini qachilarimizga, bevosita qo'l tutilgan cho'kilarimizga, bevosita yig'ilgan g'izolarimizga ishlatgan bo'lsak, texim yaxshi bo'ldi. Shu zinnatlash ketayotgan chiqim intayin ko'p. Mening ko'nglimdagi restoran desam, masalan biz hozir Qashqarda bir restoran qildik. Bu restoran burungi restoranlarga o'xshamas, Jongshu jihatdan, shu zinnatlash jihatdan, ammo zinnatlash to'g'riliq paranglashayotgan ekan. Nayt yo'ruq, azade, oxirangni asos qilgan, ondan kirgan odam nayt uzun o'ltira oladigan, bir rahat tuyg'usi berilgan oxirang. Masalan, bugungi mushxonamizdagi marangmi nayt chiroyli. Odamni bezor qilmay qarang. Mushunda pokiza azode ranglarni qilish orqali ondan jo'za, o'rindiq, uning ishlatilgan shu oldidagi taxsilari bo'lsin, tamoqni bo'lib yeydigan, ishlatilgan qo'shiqlar bo'lsin, cho'qilar bo'lsin, ondan tamoq chiqqandan keyin shu taxsil bo'lsin, umini aytiliq sipta, chiroyli narsalarni. Masalan, bir-biriga moslashgan holatda. Moslashgan shunda bir ashna bir restoran qurib chiqdik. Kelgusida cho'qim nurg'un shu Qashqar diyoridagi bizning aziz mehmonlarimiz ashad to'y o'tkazdi. Hozir shu to'yxona masalan asl to'yxona bu. To'yxona. To'g'ri. Restoran degan bizga qabul qilingan so'z bo'ldi. Men restoran deganni men bunda deb qarayman. Shu restoran degan butun shu tamoq sotadigan yerlar hammasi restoran. Gulpariyni bugun falon yerga tamoq taklif qilsam, falon restoranga taklif qildim. Yoki bo'lmasa Erdembag'ning restoraniga taklif qildim. Yoki bo'lmasa
ma jamning munda restoranni taklif qildim deb shu yerga olib borishimiz kerak. Olib borma deb taklif qilishim kerak. Masalan, u degan to'yxona, murosim zali. El qaynoq murosim paranglari. Endi yana ishkilab keladigan bo'lsak, zinnatlash, mana bu shundaq bir yo'ruq, ozodlik yuzlansa, bu yerda yana kelib tamoq. Bunda aytgan chog'da endi to'yda bu bir cho'ng murosim. Ko'p odam yig'iladigan, ko'p xil elementlar mujassamlangan. Bizningki mayli kiyinish holatimiz, yeyish holatimiz, yurish-turish, kayfiyatlarimiz hammasi aks etadigan cho'ng bir sahna. Bu sahnada shu yemeklik qandaq bo'ladi? Uzuqlanish qurilmamiz qandaq bo'lish kerak? Bu jihatda men bak diqqat qilaman. Endi biz shu 80-yillardan boshlab kelgan bo'lsak, restoran umumlashib, shu shahar xalqininki taqozzosiga, ehtiyojiga imkoniyatning boricha, yarışcha mulozmat qilib kelgan bo'ldi. Lekin endi hozirgi shu xalqimiz taraqqiyot davrida bizningki talab ehtiyojlarimiz bag'ansir eshib ketyapti. Bo'libmi yoshlarningki talabi, taqozosi shu hozirgi reallikni olib ketdi deb o'ylayman. Hatta masalan bu yoshlar bizning ama an'anaviy shakldagi restoranlarimizda toza qanoat hosil qilolmaydi deymi, Gulbari? Biz ham demak shu davrdagi yosh bo'lishimizni buni cho'nqur his qilsiz deb o'ylayman. Hozir masalanki shu to'y qo'yish, taklif qo'yish masalan, cho'xonda qo'yish, uning bir hozir murosim shakllandi. Mayli dasxon tizish olsun, mayli yasab turib, o'g'loli kirib, gul qilib, u bir murosimga aylandi. To'yning oldidagi maslahatchay, cho'qim bo'lyapti. Mumkin to'yning qiz o'tirgan zal, ayrim masalan, tomoq dasxon. Meni hozir 5 yildan yaqin mayli masalan, Qarmayga boray, mayli Qashqarga boray, mayli boshqa yerlarga boray. Mush dasxon tizdigan jihatda bularning iste'mol saviyasi yuqorilab ketdi. Bu tatliq turi shokolad kampir masalan, cho'qim dasxon tizimiz to'g'ri. Normalda, lekin bu bek eshib ketdi. Bir jo'zninki hamda shaxsan o'zim qatnashgan to'y, ham o'zim tiz badim, lekin tizg'a shunchalik ichib ketdi-da yurdim. Chunki men bu yemekliklar shug'ullanib buni olgan bir 9 yil bo'ldi. Tiz jarayonida mayli ko'nglim bo'lsin, mayli pishiriqning bo'lsin, mayli shokolad kampirlarning, ichimliklarning bo'lsin, u men ko'nglimga ayon. Bir jo'zning tizilishi eng yaxshi holatda 350 ko'ydan 200 ko'ycha to'xtab ketdi. To'g'ri, men mistas qilib bakkan bo'laman. Faqat bizning tatliq turimlar tizilishi. Onundan keyin tatliq turimni evatgandan keyin tomoq chiqdi. Tomoqniki masalan shu restoranda o'lchimi bormi masalan? Hozirgi 500 necha degan o'lcham bormi? Yo'q, shaxsan olmayman. 500 necha aytib qoldi. Siz o'rimchiniki shu o'tircha ustal bahos qancha bo'lyapti? Hozir hamda shu restoranlarning o'tircha ustal bahosi biz hammamiz qabul qila oladigan baho. Eng tövni 888 koy. Yuqorisi 1288 koy. 1199 koy, 1288. Hozir hamda lekin nurg'u odamlar shu 999 koylik ustalni o'tadi. O'tirishim men yan atrofida 888 koyning tuvan ustal yo'q. Mening bilishimda bu shahar ichida. Masalan, Qashqarda hamda hozir shu 788, 888, 999 shu 3 o'lcham bilan men o'tibdi. Mana tatliq turimning o'zini 350 ko'ydan 250 ko'y hisoblaylik. Mana tomoqninki bir jo'z tomoq 1000 so'm. Mana 1,5 ko'y bilan. Shu ustaldagi shuni. 10 odam o'tirdi. Uni tomoq yeyilsa, chunki hozir ijtimoiy saviyamizning, madaniyat saviyamizning ishiga qilib yilmisi shu putan qoldi. Bu endi bir isrofchilikda. Yilg'in tizyapti men, oxirgi vaqtda to'yda men o'zim soyibxon qilib qolib 1,5 soat ayırdım. Kampini özümge tatlık durum. Bu çünkü biz pakiz kol tegilmegen neslen bada. Şunu 1,5 saat ayı müştü ıslak qıpaq so'mamda. Şahsen ben Qarmayga borgan chaqdim dars o'tdim. Mush tizish chatda nima degan isrofchilik bu xristalni tizib olgansizlar 1 kilo ilib. Demismi shunaqa yetmadi hozir o'ylagim. Hozir borgan sirima kichiklandi jo'z tizdigan tatliq turimimiz qoldirmiz. Bu bir yaxshi ahvol. Burunlarda bo'lsa, men esimni bilsam, opalarimiz shaxsan ashta 1 kiloluk badamni tizmasa ona to'shmaydi deb kampit u alqi bir hetdan qurba etqicha ilg'i turdi-da yeyilmaydi. Bu bir isrofchilikda dars o'tsam shuni ta'kidlayman. Ammo shu hozir to'y kunlarda mushubek avjib ketib bordi. Evet, to'g'ri dedingiz. Tomoqni
bu yesab ishib ketib bordi. Bu faqat shu to'yninkilar, dasxon bo'lgan chiqimida to'yning oldi keynichu. Masalan, o'zining loyig'ida choy yakirdigan ish bor, choyda dasxon qo'ydigan ish bor, cho'ng joyda bir odam 45 patnosdan bir-biriga qudular o'tkazdi ekan, uni chiroyli bizim. U o'tirishdimi? Cho'ng joy kichik joylab qo'ydi, cho'ng joyni. Onunla bir chiqimda, aşımı dasxonga o'xshash. Nurg'un mush opaylardan, hamda opalarning cho'nglardan anladı, isrofchilik qilmasa bo'lmaydi deydi. Yo, yana shu yer kelganda o'tamayapti. O'zbekcha kelgan haqida. Qudular deb qolar. Dasxonni mundaq tizib qo'ysak, ajab bir chaqina, aram bir qiz tatib papa, qudu tatib papaganda da shu ko'ngildan o'tamay, faqat o'tamayapti. Oddiylashtiruvimiz bor-yu, yana nim deb qolar degandan o'tamayapti. Amaliyotda bizning ozuqlik tartibini aytganda bu tatlıqlarni biz tamoqdan keyin bu har xil yegan yemekliklarimizni bezish uchun ya qahva bilan ya achchiq choyda bilan qo'yib novatsiyada va tatliq bilan bosimiz. To'g'ri. Hozir bu tamoqning oldingan dasxonning nimasida zinnatida bu bag'onsa ishib ketib bordi. Bir bezak buyum o'rnini tizib boramiz. Bunda aytgan chog'da. Men buna diqqat qilaman. Shu nurg'un isrofchilik halqalari bor. Bu shu tatliq turim basqıcı hakikaten zor israfçılık vardı. Ana bay dep öttünüz. Bu kam degenide 300 koydun 400 koy dairede şu dastan rasılındı degen gep. Bunun 3'ten 1 kısmı mı istimal kılınmaydı. Demek bunu şunç tücüp bilep, şunç kısat serip kılıp, vaqt serip kılıp tizip, tamak tatlığı çoğarlıkta mesela 1 saat turamda bu menzire. 1 saat durdu. Demek 1 saatlik menzil için biz aşında ısrapçılık kılsak bu akılga uygun mu? Muş cemiyet terakkiyatı uygun mu? Keyinki evlatlarga bo'lgan bizninki ulgu buluş karakterlik iş faaliyetimiz noktasını aytgan çağda mı? Biz yüzgilelemdik mı da aytgan çağda. Bu meni içindir doraska kılsam. Men hem de mesela restoran egelerime oturuptu, siz muş set hizmet kılıp etipsiz. Menimce de muş tertipte qandaq ıslah qilish mumkinchiligi bor. El qaynoq murosim paranglari. Şahsen benim fikrimde bo'lsa tatliq turum chunki bizning tamoq yeyish tartibimizda boshda asli so'q salatlar chiqishi kerak. Salatlar chiqishi kerak lekin to'yxona bo'lish bilan bu cho'qim hozir bizning milliy urf odatlarimizda mehmon oldik. Cho'qim tatliq turumni tizimiz. Tizgan bilan hozir oddiylashtirib yeyidaklan bir hozir hammamiz to'q rasga qilsam hech kim tizmabdimi to'y qo'yib bir yovlaydi deydigan ideya yo'q. Hozir masalan iste'mol sevimizga sog'lomligimizga oid ko'ngil bo'lyapmiz. Asosiyatda to'ylar kechga ya tushga o'rnashtirildi. Bo'lsa bu tatliq turumlarni azaytdi. Masalan qo'ygan hozir bir kishilik mushta yuvan tortlarni qo'yib qo'ydi. Ya uni kesishga apsiz yelqi. To'g'ri. Kim hozir o'shlab yeydi? Hozir o'tirib dastonda o'shlab yemaymiz uni. Cho'qim chiroyli kesib, kichik bo'lsa ham suhbatga diqqat qilamiz deydi. Bo'lsa shuni azaytdi. Dasxonniki. Mana tomoqni azaytdi. Ma iste'mol seviyamiz yomon ishib ketib boramdi, bu chiqim jixlab ketib bordi. To'y deganda oldi-keyin hisoblab baqsa bu chiqim bilan. Siz mesela inimning to'y ustida bo'ldik dedingiz yaqinda. Shu bir to'yga taxminan abiya biz hamda shu ustalninki chiqimini hisobladik. Bir to'yga umumiy chiqimda qanchalik chiqim ketadi sizning hozirgi davrlarda? Hozirgi davrda choyga eng normal bo'lganda 5 yuqori olib kelsa 100 ming kirdi ekanmiz. Bo'lganda eng tuvanchak 60 mingga. Uningdan sirт biz yana qizonning talibiga asosan grammlab oltin olganmiz. Uni bir badada undan keyin uy bo'lsa uyni yasaydi ekanmiz. Uyning ichiga shu transho qilib qo'ygandan keyin saymonlarni oldi ekanmiz. Ular yoshlar yaxshi ko'rganki ota-ona o'g'il olsun, qanday bo'lsin, yaxshisini qilib beraylik, yaxshisini qilib beraylik deb u yoshlarda hozir uy og'ida bir iqtisodni masalan 20 necha xizmat chiqdi desakmi, bir maosh ishlayotganda mumkin emas. Uy ilib, uni bezab, to'yliq akirib, butun ota-onaning bisimi tushganda bu yuk. Unda bo'lgan chog'da bu bolalar to'ydan keyin mush chiqimni butun tadqiqotchi ota-ona bo'ldi ekan. Bolalarning eng oxirida aviy qo'yilgan masalan qiz o'tirishdan sir qizon ep ko'chirib burib bir bog'larda bir bundan cho'glab rasmdan tushdi. Hozir ular shu ekan. Yana bir murosim masalan jo'ba bo'ladi yoki bir qahva xatni oldi ekan, yana uni 5-6 ming qo'yga oldi ekan. Faqat bir soat odatda yoshlar usul o'ynab, onun bir
qildi ekan. U bir chiqim bo'ldi ekan. U yerdan yenib mashinninki, cho'qim mashina hozir o'xshash bo'lishi kerak. Uning mashinga yana pul xarjlaydi ekan. Demek mushunda ushaq-tushak halqalardagilar hammasi hozir bir tartibga kirib ketgan bo'lgandan keyin hisoblab kelsak, xili zo'r chiqim bu. Xili zo'r chiqim bu. Bir oilaga nisbatan bu. Oilaga nisbatan desang, maaş ishlaydiganlar uchun. Masalan, oyda eng yuqori maaş olib ketdi desak, 8 ming qo'yib pensiya chiqqan desanga, dadalarimizning maaşı. Shaxsan yoshlar uchun 4 ming qo'yib olsa oldi. Desanga ishlaydiganlar. Tijoratchilarmi hozir bu 5 yildan yoqi bir normal pul topsinmi yoshlarimiz, uy ilib. Ondan keyin uy hozir adamlarning qo'llari bağlari bizning to'lab etib beradi. Qog'alari bütün taekwondo bilan menotgan tursa, 2 yosh ishlab, taekwondo to'lab, yana bisim bo'ldi. Mening ko'z qarashimda mush to'yni oddiylashtirib, mush chiqimni azaytib, mush bu atgan oddiy sodirlikni tashviq qilib turib, lekin mush bir jo'zdimi hisob qilib bo'ldi. Masalan, hozir 25 jo'z deydi, 100 qo'y xajlaydi bir dasturxonga. Hozir mevchilar chiroyli qilib qilib, qolgan tomoqning sutini oshirib, yesi sog'lom tomoqmi dedidan ziyodachi, kechdan tortib butun bilinchi tomoq bilan so'g'uq jo'nsan bilan ashtaq bashlansa, bu tomoq turini noyitichiq. Aytavur mana men hozir 3 xil tatliq tizib qo'ydik. Biz 1-2 saat, 3 saat paran qila olamiz. Ehtiyojlarimizga uyg'un. Bunda aytgan chog'da ziyoda ichirqab ketmaymiz. Demak, to'ymi mana shundaq bir 10 odam bir ustal bo'lib o'ltiradi deganda, mana shundaq yarishig'idagi, miqdordagi nazu ne'matlar bilan joylasak, bumi bo'ladi. Ham ozodi to'yga berdi deb o'ylayman. Buni biz orzulayapmiz. Nurg'u odam orzulaydi, lekin shu vaqtning o'ziga kelganda, shu paytga kelganda nurg'u omillarning cheklimi tufaylidan yengilmay o'tabaysiz degandek. Bu jihatda men yana ham shu restoran tarafga o'tkazsam, restoran taraf mush jihatda bir islohot qilishda dodli bo'lish kerak deb o'ylayman. Mesela hozir men to'y qopdim. Restoranga berib mushuni tizmoqchi. Men boshqacharoq shaklda tizmoqchi. Menga buni keynida tizib beringlar. Aytavur, men shunday talab qilsam, men tatliqni keynida chiqarmoqchi. Buni emsi shu restoran xizmatchilari menga shu vaqtni o'zi tizib bersin. Men beshida mundaq shaklda qilaman, keynida yana mundaq tizaman. Desam, mushuni hozir restoran mulozimatida yetishalamdi. Mushuni o'rinlab bera oladigan restoranlar bormi? Mush jihatda bir o'rtoqlashib baqsaq. El qaynoq murosim paranglari. Xo'sh, ushbu savollarga Qaysar apandining javobi qandaq? Sizmi ham restoranlardan mushundaq iltimosni talab qilib baqqanmi? Restoran bayonlarimiz yanama cho'nqurlashidi. Programmamizga davomli diqqatda bo'lg'aysiz.